Hürmetlik vatandaş, leksiyalarımızı davamlaştırırız. Endiki mavzu bunda. Bu mavzu azizlar yetkizimi uzun makale eken bu Amerika ovozi e'lon qilingan. Bugungi Jungo nima degan Jungoga javob berdi bu bir. İkincisi bugungi Jungo şu Jungo ekan. Bu Jungoga g'arb dunyosi qanday muomala qiladi degan savol bilan degandek. Mushundaq mazmunda yozilgan maqola ekan. Men bugun sizlarga ikki bet tayyorlab chiqdim. Vatandoshim qolganlarini Alloh xolisa ati elib chiqishim mumkin. Mavzumunda Jungoning chet ellarga tahdidi ko'paydi. G'arb dunyosi taqobil turishni kuchaytirdi. Mavzuda xabar 3-oyning 7-kuni Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Washington. Jungo hukumati yaqindan beri Jungo tahdidi nazariyasi G'azza nazariyasi g'arb davlatlarida kechiringlar. Ba'zi kishilarning va ba'zi kuchlarning vaqti o'tgan paktga uyg'un bo'lmagan so'q munosabatlar urushi tafakkuri bo'lib ifodalandi deb davron qilishga boshladi Jungoning nazariyachilari. Lekin tahlilchilar bunday ko'rsatdi. Jungoning xalqaro jamiyatga bo'libmi erkin demokratik tuzumga va qimmat qarashlarga, rayonlarga, tinchlikqa tahdid selishi hozir bargan sira naiti aniq xalqaro o'rtaq tunishga ega bo'lgan bir masala bo'lib qoldi. Shuning bilan birga Amerikani o'z ichiga olgan g'arb davlatlarining Jungodan hushyor bo'lishi va Jungoga zarba berishi kuchayishga boshladi. Jungoga qanday qilib texmi unumli qarshi turish kerak? Bu g'arb davlatlari duch kelgan qiyin masala bo'lib qoldi. Kichik mavzu Jungoning qo'shni davlatlarga tahdid selishi. Kuzatuvchilar bunday ko'rsatdi. Jungoning tahdidiga nisbatan aytganda, jumladan Yaponiyani o'z ichiga olgan Jungoning qo'shnilari eng bevosita, eng ta'xirsiz tahdid his qilishga boshladi. O'tib ketgan 20 yil mobaynida Jungo biliqchilar kemillari, dengiz soqchilari, aeroplan avatib Jungo, Senkaku, taqim orollarining atrofiga tajovuz qilib keldi. Jungo Yaponiya tavalligidagi yoki boshqarishidagi Senkaku taqim orollari atrofiga tajovuz qilib keldi. 2-oyning 1-kuni Jungo yo'li qo'ygan yangi dengiz soqchi qonunida Jungo soqchilarining Jungo bizning egilik huquq doiramizda deb qo'rg'onligi dengiz yuzi doirasida chet el parxod kemilariga ajallik qurol ishlatishga huquq berildi. Yuqorqi qonunda. Jungo dengiz soqchilari parxodlari Senkaku taqim orollari atrofiga orqa-orqadan hujum qilib kirishga boshladi. Jungo doiralarining bu harakatlari Yaponiya, Amerika davlatlarining qattiq tanqid qilishiga uchirdi. 2-oyning 25-kuni Amerika Savdo sanoat axborot jurnali, ya'ni Savdo sanoat sohasi jurnali Jungo dengiz soqchilari zo'rayishga boshladi. Ayva qilib kelganda Yaponiya shiddat bilan taqobil turdi mavzuli xabar e'lon qildi. Xabarda Jungoning zo'rayotgan dengiz soqchi kuchlari hamda yangi yo'lga qo'ygan qonunida, ya'ni dengiz soqchilari qonunida huquq berish doirasining kengaytirilishi qo'shni davlatlarni andishaga soldi. Yaponiya dengiz soqchi kuchlarini kuchaytirdi hamda Amerika Yaponiya ittifoqdoshlik munosabatiga tayinib Jungo bilan dengiz territoriya talash tortishidagi ustunlikni saqlab kelmoqda. Jungo yana o'xshashli Vyetnam, Hindiston qatorliq davlatlarga devaylamoqda.
Jungo'nun deniz saqçı paraxodları Vietnam'dan məxsus iqtisad rayonlarına bösüp kirib, Vietnam bilan to'qinish paydo qildi. Hatta Vietnam'ın kimisini çöktürüp etdi. Ötken bir yıl içinde Jungo Hindistan chegarasida ajallak to'qinish paydo qildi. Kuzat kuchlar mundaq deyishdi. Qo'shni davlatlarga harbiy ishlar va territoriya talashtatisi bo'yicha tahdid selibli qolmay, Jungo yana nurg'un demokratik davlatlarga hayva qilib, jasuslarni evatib, siyosiy ta'sir paydo qilmoqchi bo'ldi. Davomini anglaysiz vatandoshim.